biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot institutida hafta davomida bo'lib o'tgan yangiliklar xabarnomasi. E'tiboringizda hafta dayjesti. Institut olimi Ulug'bek Mirzayev yana bir xalqaro jurnalning tahririyat hay'ati a'zoligiga qabul qilindi. Xitoy tibbiyot akademiyasining Siuan klinikasi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. Institut delegatsiyasining Xitoydagi xizmat safari va xalqaro hamkorliklari Zamon.uz internet nashrida keng yoritildi. Pekinda o'tkazilgan xalqaro seminar yakunlanib, yangi hamkorlik yo'nalishlari belgilandi. Qisqa faktlar sahifasi orqali qulish qon tomirlariga ijobiy ta'sir qilishi rostmi videoroligi ijtimoiy tarmoqlar yuzini ko'rdi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan sun'iy intellekt orqali dori yaratish texnologiyalariga bag'ishlangan xalqaro seminar tashkil etildi. Shu va shu kabi xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi barcha sahifalarimiz orqali bilib olishingiz mumkin.